Kelinglar bugun sizlar bilan yaponlarning uzoq umr ko'rish sirlari to'g'risida gaplashamiz. Yaponlar bu dunyodagi eng uzoq umr ko'ruvchi xalqdir va buning asosiy 3 ta sababi bor. Yaponlarning uzoq umr ko'rish bo'yicha birinchi siri bu ovqatlanish odobidir. Yaponlar hech qachon ovqatni to'yib yemaydi, ya'ni ularning oshqozoni 80% ga to'lganidayoq ular ovqatlanishni to'xtatishadi. Ikkinchi siri bu ovqatlanish ratsioni, ya'ni yaponlar shakar va tuzdan butunlay voz kechgan va ularning asosiy ovqatlari dengiz mahsulotlaridan iboratdir. Qiziqarli fakt: dunyo reytingi bo'yicha o'rtacha yaponlar yiliga 68 kilogramm baliq iste'mol qilishadi va bu dunyo xalqlari ichida birinchi o'rindir. Uchinchi siri bu ijtimoiy bog'liqlik. Ya'ni yaponlar yolg'iz qolishni yoqtirishmaydi va ularning fikriga ko'ra bir kun yolg'iz qolishlik bu kuniga 15 ta sigaret chekish bilan barobar tanaga zarar yetkazarmish. Shuning uchun ham yaponlar asosan vaqtlarini do'stlari va oila a'zolari bilan o'tkazishadi va iloji boricha yolg'iz bo'lishdan qochishadi, chunki yolg'izlik bu uzoq umr ko'rishning asosiy to'sig'idir. Agarda videomizga yoqqan bo'lsa like bosing va bu videoni boshqalarga ulashni ham aslo unutmang.